Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga bel sohasidagi kasalliklarni, beldagi og'riqlarni, xarakterlarini ko'p uchrashidan kam uchrashiga qarab ketma-ket 12 ta kasallikni aytib o'tmoqchiman. Ulardan birinchisi bel umurtqasini o'tkir o'simtalarini ustidan va yonlaridan o'tadigan ligamentozniy bog'lamalar mavjud. Shu bog'lamalarni yag'lanish hisobiga, ligamentit hisobiga bel sohasidagi og'riqlar qanaqa bo'ladi? Egilib uzoq vaqt ish qilgandan keyin turaman desa, belni qotib qolishi kuzatiladi. Keyin belni uqalab 2-3 minutda uqalagandan keyin tanasini tik tutib oladi. Tanasini tik tutgandan keyin nisbatan og'riq kamayadi. Yoki yotib bir 10 minut dam olib olsa og'riq yo'qoladi, yoki shu sohasiga issiq qo'ysa og'riq yo'qoladi. Bel umurtqalarini bog'lamalarini og'rig'i egilib turayotganda cho'ziluvchan og'riq beradi va mana shu sohada lokalniy og'riq beradi. Ya'ni mahalliy shu joyda qayerda yog'langan bo'lsa, shunday qo'l tegsa, "Oh" deydi. Shu og'riq beradi shunaqa. Bu ligamentozniy bo'ladi va uzoq vaqt tik turganda ham og'riq paydo bo'lishi mumkin. Asosan egilib turayotganda nisbatan qiyinlashadi egilib turishda va bel sohasida og'riq paydo bo'lishi. Yotib davomasa yo'qolib ketadi. Ikkinchi bel sohasida og'riq paydo qiluvchi kasalliklardan biri bu miofassalniy bel mushaklari og'riqlari hisoblanadi. Miofassalniy degani mushak bilan fassiyasini qo'shilib og'riqlari. Bu qachon yuz beradi? Bu ko'pincha yozda bo'ladi. Terlab konditsioner tagida uxlab qolsa yoki terlab cho'milsa yoki shoferlar ko'pincha mashinani derazasini ochib haydaganda orqasi yelvizak urib, terlagan joyini yelvizak hisobiga belni yaq olishi hisobiga mushaklari shamollashi kuzatiladi. Bunda og'riq qanaqa bo'ladi? Bel mushaklari og'riqlarida ko'pchilik ham bilsa kerak, bel qotib qoladi. Bel shunday qotib qoladi, belni harakatlantirish juda ham kuchli og'riq beradi. Ayniqsa egilib turayotganda og'riq kuchayadi. Chunki mushaklar cho'zilib joyiga qaytishi kerak. Mushaklar bu yerda tortishib qolgan bo'ladi. Og'riq kuchli bo'ladi. Va burilaman desa, korpus bilan buriladi. Korpus bilan buriladi. O'zini burib ola olmaydi. Og'riq kuchliligi hisobiga. Va antalgik holat deydi. Mana nisbatan og'riqqa o'zini himoya qilish maqsadida tanani egibroq belni ushlagan holda yurishga harakat qiladi. Va miofascial og'riqlarda mushaklarning og'rig'i hisobiga bo'ladigan bo'lsa, mushaklar qayerda joylashgan bo'lsa, shu boshlanish bilan oxiri shu o'rtalikda mahalliy, lokal og'riq kuzatiladi. Va sal qizishadigan bo'lsa, nisbatan qizishgan bo'lsa, mushaklar og'riqlari kamayadi. Bu bel sohasidagi mushaklarning miofascial og'riqlar hisobiga kelib chiqadigan og'riqlar. Uchinchi kasalligimiz endi bel sohasidagi bel umurtqasini, ya'ni bel umurtqasi stalbaday deydi-ku, tik tutib turish kerak organizmni og'irlikni ko'tarib. Endi bunga yonidan tayanch bo'lib ushlab turish kerak bo'lgan stabil ushlab turish uchun umurtqani yon o'simtalari mavjud. Shu yon o'simtalari ham bir-biriga suyanib kiyishib turadi. Tik ushlab turish uchun. Mana shu kiyishib ushlab turgan joylarda ham bo'g'im mavjud. Mana shu bo'g'imlarni yallig'lanish hisobiga kelib chiqadigan bo'lsa, spondilar artroz bo'lsa, fasetsniy sustavning yallig'lanishi bo'ladigan bo'lsa, bunda qanaqa og'riq bo'ladi? Bu ko'proq 45-50 yoshdan keyin kuzatiladi va bunda og'riq yon o'simtalarda bo'lgani uchun yallig'lanish tik ushlab turish kerak stalbaday umurtqa pog'onasini. Sal agar tanani buradigan bo'lsak, mana shu umurtqa burilishining hisobiga yon o'simtalarni ham ishqalanishi kuchayadi. Shuning hisobiga buradigan bo'lsak, tanani og'riq kuchayishi kuzatiladi. Qo'l bilan shu joyini, umurtqa pog'onasini o'tkir o'simtalarni mana o'rtasidan 2 sm yonlaridan bosib ko'radigan bo'lsak, qayer og'riyotgan bo'lsa, shu joyda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Va yana tanani orqaga qaratib harakat qildirayotgan bo'lsak,
mana orqaga qarab bukadigan bo'lsak, yon o'simtalar yanada bir-biriga kiyish majbur bo'ladi va og'riq kuchayadi shu joyda yallig'lanish bo'lgani uchun. Mana shunday qilib tanani orqaga qiladigan bo'lsak, og'riq kuchayadi. Agar egiladigan bo'lsak, nisbatan egilganda umurtqalar orasi ochiladi-yu, shunda og'riq kamayadi egiladigan bo'lsak. Bog'lamalar hisobiga bo'ladigan bo'lganda, bunda egilsak, turayotganda og'riq kuchayadi. Bo'g'imlarning hisobiga bo'ladigan bo'lsa, egilganda nisbatan og'riq kamayadi. Chunki nagruska kamroq tushadi u yerga. Va bunda ertalab ozroq belning qotib qolishi kuzatiladi. Bo'g'imlarda har doim ertalab turishda belning qotib qolishi kuzatiladi. Greta 10-20 minutlardan keyin harakat qilgandan keyin ochilib ketadi. Bu 3-bel sohasida bo'ladigan og'rig'i edi. Endi 4-bel sohasida og'riq beradigan kasalliklarimizdan biri hammamizga ma'lum, bu radikulyar og'riqlar, ya'ni bel sohasining umurtqa grijalari. Bel sohasining umurtqa grijalari bunda bel sohasidagi yonidan chiqadigan radikulyar deydi, ildizchalarni oyoqqa borib nerv bilan ta'minlaydigan ildizchalarni qaysi oralikda siqilgan bo'lsa, 3-4 mi, 4-5 mi, 5S1 mi, qaysi oralikda siqilgan bo'lsa va shu nerv qayerda nerv bilan ta'minlayotgan bo'lsa, shu sohada o'zgarish beradi. Hammamizga ma'lum, grijalarda og'riqlar belda qisman bo'ladi, lekin og'riq asosan oyoqqa uzatiladi. Ko'pincha bir taraflama bo'ladi, oyoqqa uzatiladi. Oyoqning uchigacha, tovon yoki barmoqning uchigacha uzatiladi va harakatlanganda og'riq kuchayadi. Og'riqning xarakteri tok urganday bo'ladi yoki bir narsa ilmoq bilan ilib tortganday bo'ladi. Sirlayishi bo'ladi. Bemor yotganda og'riq nisbatan kamayadi. Harakatlansa og'riq kuchayib boshlaydi. Miofassalni og'riqlarda, bo'g'im og'riqlarida harakatlanib boshlagandan keyin nisbatan qizishsa, og'riq kamayadi. Radikulyar og'riqlarda, grijalarda yurib harakatlansa, yanada og'riq kuchayib ketaveradi. Lekin harakatlanmay yotganda og'riq kamayadi. Nima uchun yotganda? Chunki yotganda gorizontal holat bo'ladi, yuk umurtqa pog'onasining ustiga tushmagani uchun siqilish kamroq bo'ladi. Shuning uchun og'riq kamroq kuzatiladi. Keyingi bel sohasida og'riq hosil qiluvchi kasalliklardan biri bu spondilodissit. Spondilo bu umurtqa tanasi, dissit o'rtasidagi disk. Spondilit bo'lsa umurtqa tanasi yallig'lanadi. Bu ko'proq tuberkulozlarda kuzatiladi. Uni sinamasini qo'yib aniqlash mumkin. MRTlarda qoraygan, cheti noaniq bo'lgan dog' ko'rinadi. Disk yallig'lanayotgan bo'lsa, bu dissit bo'ladi. Ikkovi qo'shilib kelsa, spondilodissit deyiladi. Buni og'rig'i qanaqa bo'ladi? Buni og'rig'i o'ta kuchli bo'ladi. Yotganda ham, turganda ham og'riq bir xil bo'ladi. Lekin yo'talganda, aksirganda og'riq juda ham kuchayib ketadi. Shuning uchun o'zini biror narsani ushlab turib, yo'talishga harakat qiladi. Ichidan bir yorib chiqadigan katta bosim bilan og'riq berayotganda bo'ladi. Erta-yu kech bo'ladi. Va tana harorati ham 37,5-38 gacha ko'tarilishi kuzatiladi. Chunki bu yallig'lanish prosessi bo'lgani uchun tana haroratining ko'tarilishi kuzatiladi. Va og'riq bel sohasida bo'ladi. Beldan dumani orqasi bilan sonning orqasi tizagacha og'riq uzatiladi. Og'riq keng yoyilgan bo'ladi. Og'riq o'tkir, juda kuchli bo'ladi. Ba'zan turib yura olmaydi og'riq kuchliligidan. Spondilitda ham shunaqa klinika bo'ladi. Dissitda ham shunaqa klinika bo'ladi. Ikkovi qo'shilib spondilodissit bo'lganda ham xuddi shunaqa klinika beradi. Va atrofidagi muskullarni ham tortishi spazm hisobiga bel sohasida og'riqni kuchaytiradi. Bel sohasidagi og'riq beradigan kasalligimizdan yana biri bu sakralit. Sakralit bu dumg'aza umurtqasini tos suyagi bilan ikkovining qo'shilgan joyidagi bo'g'imining yallig'lanishi hisoblanadi. Ko'pincha bu ham bir taraflama bo'ladi, sakralit ham. Bunda og'riq shu sohada bunda ham siquvchi og'riq bo'ladi, belning pastki sohasida bo'ladi. Mana shu dumg'aza suyagining ikki yonida bo'ladi, birikkan joyda bo'g'imda og'riq kuzatiladi. Shu sohani bossa
og'riq kuchayishini his qiladi va ertalab turayotganda tos sohasi qotib qolganini his qiladi. Harakat qilishga qiynaladi, qotib qoladi. Va og'riq dumbaning ichi bilan sonning orqasi bo'yicha tizzagacha og'riq berishi mumkin. Va yana bitta xususiyati buni chanoq sohalaridagi ichki sohalarga ham og'riq uzatilishi kuzatiladi. Bu sakrolit hisobiga kelib chiqadigan og'riqlar. Keyingi bo'ladigan og'riqlar bel sohasidagi bu bel umurtqalarini o'smalari, onkologik kasalliklar hisobiga kelib chiqadigan og'riqlar. Bunda bel sohasidagi umurtqalarni o'smalari bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa umurtqa pog'onasining ichki kanaliga qarab ketadigan bo'lsa, bu yerda og'riq doimiy bo'ladi, lekin kechqurun og'riq kuchayishi kuzatiladi. Kunduzga qaraganda kechqurun ko'proq og'riq kuzatiladi va bunda ozib ketishlar bo'ladi, umumiy holsizlanish, kuchsizlanish kuzatiladi, ishtahani pasayishi kuzatiladi va immun sistemasining tushib ketishi hisobiga tez kasal bo'lishlar kuzatiladi. Suyakning ichidan obrazovaniya hosila paydo bo'lgani uchun ichidan bir narsa itarib bosim bilan siqaykanga o'xshagan og'riq beradi. Va yana bir tarafi bor. Bu agar umurtqa pog'onasining ichiga qarab orqa miyani siqadigan bo'lsa, bunda Brown-Secker sindromi deyiladi. Ya'ni orqa miyani siqqanda qaysi tarafdan siqsa, chap tarafdanmi yo o'ng tarafdan, agar chap tarafdan siqadigan bo'lsa, shu tarafda harakatning yo'qolishi, parez yoki paraliz beradi. Qarama-qarshi tarafda sezgi yo'qoladi. Bu yerda chuqur sezgi, masalan, ko'zni yumib oyoqni bukadigan bo'lsak ham, oyoqni bukkanimizni o'zimiz his qilamiz. Bu chuqur sezgining hisobiga bo'ladi. Keyin temperaturani, harorat sezgisi, agar oyog'ingizga biron issiq yoki sovuq qo'yadigan bo'lsa, oyog'ingiz sezadi. Harorat sezgisi yo'qoladi. Qisman taktilni sezgi. Qo'l bilan ushlab ko'rganda oyoqni ushlayotganingizda oyoq his qiladi. Shu sezgi ham nisbatan kamayadi. Brown-Secker sindromini yana qayta aytaman. Qaysi tarafdan siqayotgan bo'lsa, shu tarafda harakatning yo'qolishi, falajlanish, qarama-qarshi tarafda sezgining buzilishi. Ya'ni temperatura, chuqur sezgining buzilishi, taktilni sezgining pasayishlari kuzatiladi. Bu umurtqa pog'onasini o'sma kasalliklarda, onkologik kasalliklarda kelib chiqadigan og'riqlar. Va keyingi bel sohasida bo'ladigan og'riqlardan biri bel umurtqa pog'onasini sinishi hisoblanadi. Bel umurtqa pog'onasini sinishi bu ikki xil bo'ladi. Patologik va travma hisobiga. Travma hisobiga o'zi katta udar bo'lgandan keyin sinish kuzatilsa, patologiklarda bunda yoshi kattalarda osteoporoz, ya'ni suyaklarning mo'rtlashishi hisobiga, yoshi katta odamlarda riskli harakat qilganda, egilib turib bir narsani ko'taraman deganda yoki riskli turaman deganda ba'zan bel sohasida qirtillagan tovush eshitiladi. Ba'zan eshitilmasligi mumkin. Keyin shu bel qotib qoladi. Shu turishda belni tanasini ko'tarib ola olmaydi. Va unda og'riq belbog'simon bo'ladi. Qaysi suyak singan bo'lsa, umurtqaning qaysi bel sohasidagi, mana shu sohadan belbog'simon og'riq bo'ladi. Og'riq bir xil bo'ladi, lekin tanasini ko'tarib ola olmaydi. Agar tanasini ko'taradigan bo'lsa, ves yuqoridagi ves unga yana tiralib, og'riq kuchli bo'ladi. Shuning uchun tanasini ko'tarib ola olmaydi, yotib oladi. Og'riq kuchlilik hisobiga. Agar sinib orqa miyaning biron joyiga bosadigan bo'lsa yoki chiqayotgan kareshkalarni ildizchalar bosayotgan bo'lsa, radikularni og'riq xuddi girjaga o'xshagan og'riq berishi ham mumkin. Buni MRT qilib aniqlash mumkin. Qisqasi buni og'rig'i belbog'simon bo'ladi, kuchli bo'ladi. Bu osteoporoz hisobiga yoshi kattalarda kuzatiladi. Keyingi bel sohasidagi og'riq beradigan kasalliklarimizdan yana biri bu psixogenniya bel sohasidagi og'riqlar. Ya'ni ba'zan fibromiyalgiya deyiladi. Bel sohasida mana shu belim og'riyapti, doktor deydi, ko'ring deydi. Shuni ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda mushaklarning tonusi ham oshmagan, umurtqalarni ham ko'radigan bo'lsangiz, umurtqalarda ham og'riq bosganda og'riq sezmaydi. Shu joyini og'riyapti deydi. Keyin birozdan keyin yelkasi og'rishi mumkin yoki qo'liga og'riq o'tishi mumkin. Og'riq ko'chuvchan bo'ladi. Bu psixogenniy og'riq bo'ladi. Fibromiyalgiyalarda shunaqa kuzatiladi. Va bundan tashqari bunda yana ajratib olish uchun depressivni holat bo'ladi, kayfiyat tushkunlik bo'ladi va uyqusizlik kuzatiladi. Va og'riqning tanada ko'chib yurishlari kuzatiladi. Bu psixogenniy og'riq bo'ladi. Agar biror narsa chalg'isa,
og'riq esdan chiqib ketadi. Yana o'zi haqida o'ylab boshlasa, og'riq paydo bo'ladi. Va og'riq bir belida bo'ladi, bir oyog'ida, bir qo'lida shunaqa og'riq ko'chib yuradi. Bu psixogenni bel og'riqlariga ham kiradi. Keyingisi bel sohasidagi og'riq beradigan kasalliklardan biri ichki organlardagi patologiyalar hisobiga bo'ladigan og'riqlar. Ya'ni bunda atrajionniy bol, ya'ni og'riqlar uzatilishi hisobiga kelib chiqadigan bel sohasidagi og'riqlar. Bunda buyrak tosh kasalliklarida ko'proq uchraydi. Buyrak tosh kasalliklarida og'riq toshni tiqilib qolishi hisobiga bo'ladi. Endi buyrak qayerda joylashgan? Bel sohasida, umurtqa pog'onasining ikki yon tarafida bo'lsa, mana shu sohada ko'pincha bir taraflama bo'ladi. Og'riq kuchli bo'ladi. Og'riq kuchlilik hisobiga ba'zan bel boqsimi ham og'riq beradi va buni og'riqning xarakteri suydik naylari pastga qarab yo'nalgan bo'lgani uchun og'riq ichki tarafdan pastga uzatilishi ham kuzatiladi. Bu kasallikda ham og'riq kuchliligidan shu organ sohasini qo'l bilan ushlab olib, antalgik holat, ya'ni yarim egilgan holatda yurishga majbur bo'ladi. Og'riq o'ta kuchli bo'ladi va o'tkir bo'ladi og'riq. Keyingi ichki organlarda bo'ladigan kasalliklardan biri o't tosh kasalligi hisobiga ham bel sohasida og'riq beradi. Ya'ni o't tosh kasalligida yog'li ovqat yeb olgandan keyin o't hazm qilish uchun ko'p ajratish kerak. Shu vaqtda agar o'tida tosh bo'ladigan bo'lsa, yo'liga tiqilib qoladigan bo'lsa, o't tosh kasalligining og'riq pristupini beradi. Bunda ko'proq bel umurtqasida emas yoki buyraklarda emas, va yonda jigar bo'lsa, jigar tagida o't joylashgan, shu sohada og'riqning bo'lishi kuzatiladi. Va bunda ham bel boqsimi og'riq beradi. Va yana ba'zan ko'nglanish bilan kuzatilishi mumkin. Buni og'riq o'tkir bo'ladi va bel boqsimi bo'ladi va pristupoobrazniy og'riq beradi. Bel sohasidagi og'riq beradigan kasalliklardan yana biri bu gerpes virusi hisobiga kelib chiqadigan, zoster virusi hisobiga kelib chiqadigan bel sohasidagi og'riqlar. Ya'ni bu gerpes virusi organizmda yashaydi. Biz bilan birga yashaydi. Qancha immun sistemasi pasaysa yoki onkologiya, ximiya olsa yoki nur olganda umumiy immun sistemasi pasayadigan bo'lsa, bu rivojlanib boshlaydi. Bu organizm hamma joyda ham chiqishi mumkin. Nerv yo'nalishi bo'yicha, nerv tollari bo'yicha bu rivojlanadi. Ya'ni agar bel sohasidagi nerv yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bel sohasini nervining nevralgiyasi hisoblanadi. O'rab oluvchi lishay deyiladi. Bunda og'riq toshma tosh bilan birga kechadi. Toshma tosh bilan shu joylarda achituvchi, kuydiruvchi kuchli og'riq beradi va shu joylarda og'rigan joylarda toshma toshganini ko'rish mumkin. Va bu yerda yaxshi bo'lgandan keyin ham mana shu zararlangan nerv tolasida sezuvchanlik yuqoriligi qoladi. Sal shamollashga ham bel sohasidagi shu nevralgiya sezuvchanlik oshib, bel sohasida og'riq berishi mumkin. Bu опьясывающий lishay, o'rab oluvchi temiratga hisobiga kelib chiqadigan bel sohasidagi og'riq. Yana bitta og'rig'imiz bor. Bu umurtqa pog'onasining ichida bo'ladigan sariq bog'lamning gipertrofiyasi, ya'ni normaga nisbatan ko'proq orqa miyani atrofini o'rab olib, orqa miyani siqib qo'yishini hisobiga bel sohasida ham toliqqan og'riq beradi. Toliqqan og'riq beradi. Mana shu bel sohasini ushlab, toliqib og'riq beradi. O'tirib dam olsa 5-10 minut o'tib ketadi. Yana turib yurgandan keyin yana bel sohasida, oyoqlarda holsizlik, kuchsizlanish, beldan toliqqan og'riq berishi mumkin. Endi bularni tekshirishga keladigan bo'lsak, hammasini instrumental laboratoriya tekshirishlardan qon bioximiya kerak bo'ladigan analizlarni olish va MRT uzvlarini tekshirib, bir-biridan farqlab ajratib olib, klinikalarga qarab, shunga qarab davo taktikasi qo'llaniladi. Qisqacha bel sohasida og'riq paydo qiluvchi kasalliklar haqida mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.